Bekmamat Osmanov atındagi Жалал Абад Mamlakatiy universiteti Жалал Абад kolleji. Qaytarim baylanish. Predmet psixologiya. Uyga topshirma. S prosessi. S'ning turlari. O'qituvchi Do'saliyeva Munayim Maldaliyevna. BKM 0220 tayfasining studenti Amanova Xumora. S individning o'z tajribasida esda qoldiruvchi, saqtov jana ana kerakli uchurda qayradan esga tushiruv funksiyasini atkargan psixikalik proses. S'ning fiziologiyalik negizini tushuntiruvchi algachki teoriyalardan biri assotsialdik aqim. Assotsiya deb an-sezimda chaqilgan eski bekemdelgan ayrim qubilishlarda aytamiz. S'ning fiziologiyalik mexanizmi İp Pavlovning jogorki nerv ish harakatlari mezon chenemi menen baylanishtiradi. S'ning turlari motordik S, obrazli S, ugu S, logikalik S, fenomenal S. Motordik S har turli qiymillarni esga tutuv jana esga tushiruv harakatlari ko'rsatadi. Odamda cheksiz avtomatlashgan mashg'ulotlar negizida motordik S tuzadi. Emotsional S odamning o'tgan turmushida bo'lgan emotsional qirtallarni munozlaydi. Odamda emotsiyali ahvolni qo'zg'aydi. Logikalik S uyretilgan materialni mexanikalik turda so'zma-so'z emas, aning negizida kerakli yerlarini esga qarmab qayradan kerak bo'lgan uchurda esga tushuntiruvni tuyundiradi. Fenomenal S baylanishgan je baylanishmagan har turli ma'lumotlarni hech o'zgartmay to'liq esini saqlab, zarur uchurda aytib berib foydalana oladi.